Viloyatimizda faoliyat olib borayotgan davlat va xususiy amaliyot ishlari bilan shug'ullanuvchi notarial idoralar xalqimizga malakali va sifatli xizmat ko'rsatib kelmoqda. Fikrimizni Sherobod tumanida xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notarial idora faoliyati misolida davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nizolarining oldini olishga qaratilgan institut sifatida notariat tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori tizim faoliyatini yanada yaxshilashda dasturul amal vazifasini o'tamoqda. Xususan, notarial idoralar notariuslari tomonidan fuqarolarga ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifati, tezkorligi va shaffofligini ta'minlash, ortiqcha ovoragarchilik, qog'ozbozlik va korrupsiya holatlariga chek qo'yish, umuman olganda mazkur sohani faol modelga o'tkazish chora-tadbirlari izchil amalga oshirilmoqda. Notarial idoralar fuqarolarimizning qonunda belgilangan tartibda huquqlarini va yuridik ahamiyatga ega bo'lgan faktlarni tasdiqlash, shuningdek huquqiy oldi-berdi muammolarini tartibga solish, notarial xizmatlarning onlayn tizimini yo'lga qo'yish orqali tizimdagi shaffoflikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Yurtimizdagi o'sha davlat xizmatlarini raqamlashtirish jarayonini jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgani notariat sohasini ham qamrab oldi. Bu esa fuqarolarga hujjatlarni rasmiylashtirishda bir qator qulayliklar yaratdi. Ayniqsa, e-Notarius.uz portalini ishga tushirilgani ishimizni tezkor va samarali tashkil etishda juda qo'l kelmoqda. Oldinlari fuqarolar o'ziga tegishli bo'lgan bir notarial harakatni bajarish kerak bo'lganda bevosita aloqador shaxs xorijda bo'lib qolishi va bu ishni bajarishda qiyinchiliklar yuzaga kelishi, undan misol uchun bir rozilik olish uchun yoki ishonchnoma olish uchun kunlab, oylab yoki uning xorijdan O'zbekistonga kelishini kutish hollari bo'lar edi. Hozirgi kunda esa bizda onlayn notarial harakatlar ta'minlangan. Bunda fuqarolar o'sha joydan turib yoki o'z uyida, ishxonasida yoki o'sha xorijda turib onlayn notarial harakat amalga oshirishsa bo'ladi. Bu esa fuqarolarimizga juda ham yengillik, qulaylik yaratmoqda. Bir so'z bilan aytganda, fuqarolar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarga qonuniy tus beradigan tizimda amalga oshirilayotgan yangilanishlar aholiga sifatli va tezkor xizmatlarni taqdim etishda notarial idoralarning o'rni tobora muhim ahamiyat kasb etib bormoqda.